Assalomu alaykum barcha viloyatli asarchi aka-ukalarimiz. Bugun gap-zorimiz 2026-yil 16-mart kunidagi asalari mahsulotlarimiz. Xo'p, tara narxi 80 ming. Ushbu yashiklarimiz cho'ntak qilib ochib qo'yilgan. 10 tadan 20 ramka, 10 tadan 22 ram ketadi. Sezoniga 10 tadan 20 ram ketayotganlik. 2 semiyalik. Narxi 420 so'mdan bo'ladigan narxi. Ushbu yashiklarimiz bugun tugaydi, xudo xolasa. Uyga solib ketadi. Keyin mana bu yashiklarimiz bu. Polni yon atrofi kuchli taxtadan bo'lgan. Pol 2 bo'lgan. Sifatli bu ham. Narxi 450 ming so'mdan. 450 ming so'mlik. 400 grammlik yashigimizda ruchkalari, sitkalari hamma yoq tayyor qo'yilgan. Tros. Ichki holatlari ham. Ramka ketish holati. 10 tadan 22 ramga turibdi hozirda. Sitkalari urilgan tayyor holatda. 400 grammning narxi. Bu narxi 450 ming so'm. 16 ramkalik yashigimiz polni uchli taxtadan, qimmatroq taxtadan olingan. Narxi 400 grammning buni ham ozroq qoldi. Xo'p. 400 grammning 16 ramkalik unisi. Mana bunisi ham 16 ramkalik. Buning narxi 360 ming. Buni ham ruchka, tros hamma yoq qo'yilgan. Shu yashiklarimiz. Yashikdan 95 ta bor hozirga. Mana shu yashikdan 450 ming so'mligi. Bu yashigimiz 12 dan 24 ramga ketayotganligi. Ramka 2 holatiga ketadi. Teplozanoz holatiga ham ketadi ramka. O'rtasidan birli faner qilingan. Sitkalari hamma yoq tayyor holatda. Narxi 650 sotilgan. Hozirgi narxi 600 ming. Keyin yana 10 tadan 20 ram ketadigan shu yashigimiz bu. Polni poliga davr. Hamma yoq uchli taxtadan bo'lgan. Troslar qo'yilgan tayyor. Ichi ham chuqur ramka joylari. 6,5-7 sm holatga. Ko'rpacha karmishga hammasi ketadi svobodni. Mikronukleus yashigimiz ham bor. Bu faqat ozroq ishi bu. Ustidan sitka, pergortkalari tayyor. Faqat qo'yib beriladi. Kimga shu holatga kerak bo'lsa, pergortkasi bilan mana shuna pergortkasi qo'yiladi. Fanerdan bo'ladi. Nur to'tli fanerdan qo'yilgan. Ustiga sitka bo'ladi. Bu teshiklari karmushka vazifasini bajaradi. Asalari teshikdan siropni olib ketadi. Buning narxi ramkasi holatdagi narxi 230 mingdan qilib beramiz. Sitkasi ichidagi pergortkalari bo'ladi. 230 mingdan ramkalarini yasashga hozir vaqt yetmayapti. O'sha holatga yasasak 260 mingdan chiqadi ramkalar bilan birga. Keyin ramkalarimiz bu. Sim tortilgan holatda tayyor. Xo'p. Buning narxi 5300 so'm. Sifati a'lo darajada. Nimalar ham qalin. Yonlari ham taran qilib tortib qo'yilgan. Shuni vashina bosib foydalansa bo'ladi. 5300 so'm narxi. Mana xom holatdagi ram detallarimiz sifat xuddi shunday. Hamma yoq ko'rsatilgan holatda. Buning narxi 4000 so'mdan. Teshilgan narxi 4300 dan chiqadi. Mana stanokka 5 ta teshib beramiz. 4300 so'mdan chiqadi. Xo'p, keyin ko'rpacha mahsulotlarimiz ham bor. Narxi 15 ming so'mdan. Kattakon bu. Qalin, kattakon holatda.
ikki xonaliga o'sha 450 ming. Bunaqa 3 xona ham 4 xona bo'ladiganlar o'rtadan cho'ntakligi bu 470 ming. 4 ta xonaligi ham bu. Bunda holatda 470 ming. 4 tadan 8 ga ketadigan paketlarimiz bor. Hamma yoq 3 sm, polaga davr 3 sm taxtdan qilingan, qopqoqlari ham baland, yashik bilan birga yasalgan katta yashik bilan. Buning narxi 300 ming so'm. Keyin xuddi shuni 5 tadan 10 ta ketadigani bu. 5 tadan 10 ta ketadi bunga. Ramka narxi 320 ming so'm. Yonidan ham litre o'chib qo'yilgan. Adinarga qilib foydalansa ham bo'ladi. Tunnellik 16 ramkalik yashigimiz bu. Narxi 450 ming so'm. Tunnellik 16 ramkalik ikkinchi xonaga tunnel orqali o'tib boradi. Xo'p, keyin suv ramkalarimiz bu. Shuna tirik holatda. Hammasining saralari olingan. Shuna holatdagi. Astina ramkalar. Kim kerak bo'lsa, narxi 25 ming so'mdan. Xo'p, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Sariosiyo qishlog'ida. Keyin shakar mahsulotimiz ham bu. Ichkarida. Shakarimiz narxi Qozog'iston, Rossiya shakar. Optimga 575 ming so'mdan qopiga. Manzil Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Sariosiyo qishlog'ida joylashgan. Telefon nomeri 97 589 12 21 nomeriga murojaat qilishlaringiz mumkin. Rahmat hammaga.